Samarqandda yana bir kichik loyihamizni tugatdik. Fasad uchun yangilik qidirib yurgan tanishingizga albatta bu videoni yuborib qo'ying. Barcha quruvchilar, dizaynerlar va arxitektorlarga ma'lumki, loyihada nafaqat sifatli ish bo'lishi, balki vaqt masalasi ham juda ham muhim. Hovli high-tech stilda qurilgan, unga fasadlarga qo'llanilgan materiallarni ko'rib o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin va mana shu devor qismiga ham ko'rib turganlaringdek skala teksturasi qo'llanilgan, ya'ni o'rnatilgan. An'anaviy keramikadan farqli ravishda egiluvchan keramika juda yengil. Bu esa o'z-o'zidan ta'mirlash ishlarining jarayonini tezlashtiradi. Tashqi ko'rinishi premium, lekin narxi tosh yoki qattiq plitalarga nisbatan ancha tejamli. Devor aka, mana shu teksturaga e'tibor bering. Aynan mana shu tekstura ko'pchilik dizaynerlarning favoritiga aylanib bo'lgan. Sababi bu faktura bilan turli xil materiallarni ajoyib kombinatsiyalarni amalga oshirsa bo'ladi va shuni qo'shib aytish kerakki, aynan mana shu teksturani siz xohlasangiz high-tech uslubidagi dizaynlarda qo'llang, xohlasangiz korolevskiy stilda ham bemalol ishlasangiz bo'ladi. Hop, o'rtoqlar, darvozaxonaning devorlari ham skala teksturasi bilan qoplangan. Ko'rib turishingiz mumkin, juda ham chiroyli chiqqan. Ayniqsa mana bu teksturalar. Diyor aka, mana shu muhim joyini bir ko'rsatib o'tsangiz. O'rtoqlar, materialning ingichkaligini ko'rib turibsizlar. Mana shu ingichkaligi materialni devorga o'rnatish prosesini ancha tezlashtirishga yordam beradi. Sababi 1 metr kvadrati atigi 3-4 kilogramm atrofida bo'ladi. Ya'ni mahsulot shu darajada yengil.